3-noyabr sanasida Pink Lady olmalarimizni uzishni boshladik do'stlar. Mana holatiga bitta baho berib o'tasizlar. Sindiros payvanddagilari ham bor. Pink Ladyni M106, M109 payvanddagilari ham bor. Bu M106 mana ko'rishlaringiz mumkin bog'imizning holatini 3 ga 1,5 sxemasida ekilgan. Hosildorligi juda ham yuqori, ser hosil olmalardan biri. Bir tipida 30 kilo, 40 kilo, 50 kilogacha mevasi bor. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga o'rnashadigan olma mana shu olma bo'ladi. Chunki bu olma asosan noyabr oyida rang olib, pishib, yetiladi. O'tgan yil 11-dekabr sanasida uzganmiz daraxtidan. Bu yil ozgina ertaroq uzilyapti mana. Shu rang olishni boshladi. Kimga ko'chatlar kerak bo'lsa, profilda nomerlar ham bor, aloqaga chiqaverasizlar, zakaz bersanglar, ko'chatlaridan chiroyli bog'lar qilib beramiz. Inshaalloh nasib qilsa bog'larni qilib beramiz. Qashqadaryo, Surxondaryodan ko'pchilik aloqaga chiqyapti. Bizda issiq deyapti. Issiqda ham xudo xolasa bo'ladi. Issiqda asosan noyabrda pishganligi uchun ko'p joyda salqin tushib qoladi. Salqin tushgan sari bu rang olishni boshlayveradi do'stlar. Aloqaga chiqinglar, zakaz beringlar ko'chatlariga. Juda ham ko'p miqdorda xudo xolasa ko'chatlarni yetishtirib qo'yganmiz. Bog'imiz mana juda go'zal holatda. Yana bitta ko'rsatamiz. Like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Podpishkalarni ayamanglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha videolar qilyapmiz. Ko'chatlari ham bor do'stlar. Endi qo'ldan kelgani shu ekan. Shunchalik video qilyapmiz. Podpishkada bo'linglar do'stlar. Podpiska bosishni esdan chiqarmaymiz.